Shu darvozani 500 ming so'mdan berib yuboramiz. 630 ming so'mdan berib yuboramiz. 630 ming so'mdan. Qilmaymiz, xudo xolasa yangi darvoza hech qayerga o'rnamagan. Qizi bola, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimiz xursandmiz. Xudo xolasa yana darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kimgadir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Darvozalarimiz har bitta darvozamiz shu yerda ko'rsatib o'tgan darvozalarimizni albatta hammasidan 10% skitkasini qilib beraman. Xudo xolasa kimdir razmeriga tushib qolsa, shu joyda o'zidagi darvozalarni olib borib ham o'rnatib beraveraman. Agar razmeringizga tushmaydigan bo'lsa, zakazga ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Podpiska tugmachasini bosmaganlar, podpiska tugmachasini bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar, like tugmachasini bosmaganlar, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa muntazam jarayonlarni kuzatib borasizlar. Xo'p, darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Do'stlar, xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Dubai fason pechat darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz polni vibraga o'tirgan. Korobkamiz 8 ga 6 profildan 1,5 stenkadan bo'lgan. Polni vibraga o'tirgan. Listlar 1.3 variantda. Bu joylarga polni nerjenikada jilov berilgan ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz va soplari ham o'ziga yarashgan nerjenikali qilib qo'yganmiz. O'ta full variantda, xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Taylarimiz shu Chevellerda bo'lgan. Hop. Darvozamizni eniga 3 metr, bo'yiga 320. 3 metrga 320. Kimni joyiga tushib qoladigan bo'lsa, darvozamizni 630 ming so'mdan berib yuboramiz. 630 ming so'mdan. Asli 650 ming so'mdan darvozani 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan. Nimaga 650 ming so'mdan? Videoda kuzatib tursalaring, keyingi darvozada ko'rsatib o'taman farqini. Tushundilar, xudo xolasa. Darvozamiz listlari 1.3 variantda, polni vibrali, profillar 1.3 da, yondorlar 1,5 stenkada. 320 ga 3 bo'lgan darvozamiz. Kvadrat metr 630 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu tomondan boshlab qo'ya qolamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, Samarqand fason darvoza. Xo'p, yondorlarimiz o'nlik Cheveller, taglari ham o'nlik Chevellerda bo'lgan. Hop, to'qima profillar hammasi qalinda 1.7 stenkada bo'lgan. Listlarimiz polni 1.8 da, oldi sher shopkalar 1.2 da, 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Hop, ko'rishlaringiz mumkin, nalichkalari 25 sentdan nalichkalari bor. Har bitta to'qima profillar hammasi 1,5 stenkadan foydalanganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamizni kvadratga keladigan bo'lsak, darvozamiz shu Samarqand fasoni 1 kvadrat metr 1,1 ming so'mdan boshlab, 1,1 ming so'mdan boshlab 1,5 ming so'mgacha chiqadi fulli. Fulli deganda endi qarang. Orqa ham ponni 1.8 da yopamiz. Ponni shumka bo'ladi. Hozir bu 2 qavat. Shu orqasi 1.8, oldi sher shopka 1.2 bilan 2 qavat. Asli 1 qavat hisoblanadi. Endi oldidagi ishlovlari bilan 2 qavat hisoblaymiz-da. Shu darvozamiz agar kimga tushib qoladigan bo'lsa, 980 ming so'mdan berib yuboraman. Qarang, darvozaning razmeriga 3.35 ga 3,5 korobkani o'zi. Общий kvadratga 370 ga 3,5 bo'ladi. 370 ga 380 bo'layapti. Shuni kvadratga tushasiz, 370 ga 380. 980 ming so'mdan berib yuboraman aksiyada. Bomba narxda. Hop. Zakazga 1,1 ming so'mdan, 1,1 ming so'mdan. 1,5 ming so'mgacha materialiga qarab, xudo xolasa kelishib, aqini gaplashib aloqada xudo xolasa chiroyli qilib beraveramiz. Hop. Keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz high-tech uslubda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Yondonlarimiz 8 ga 8, 1.7 stenkada, profillarimiz ham hammasi 1.7 stenkada, listlar 1.8 da, polni 2 qavatli variantda bo'lgan. Darvozamiz eniga 3.30, bo'yiga 3,5. 3.30 ga 3,5. Zakazga qilayotganimiz shu darvozamizni 1,2 ming so'mdan, 1,2 ming so'mdan 1,5 ming so'mgacha zakazga qilayotgan shu darvozamizni kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 1,1 ming so'mdan berib yuboraman darvozani. 100 ming kvadratdan 100 ming tushib beraman.
1 million 100 ming so'mdan 330 ga 3,5 aloqa chiqarasizlar. Hop, keyingisi mana sizlarga aytib o'tdim. Shu dubayskiy pechat variantimiz. Shtampovka darvoza, listlari 1.3, yondorlar 1.5 stenka, oltiga to'rlar 1.3 stenkada ko'rishlaringiz mumkin. Bu mana hozir boshida gapirib o'tdim, polni vibraga o'tirgan dedim. Bu bez vibra bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamizni 3.5 bo'lgan, tepa qismini skevazdan qilganmiz. Hop, mana darvozamizni zakazga 600 ming so'm qilyapmiz. Zakazga 600 ming so'm. Agar nerjevenkalar yo'q bo'ladigan bo'lsa 550 ming so'mdan, agar nerjevenkalar bilan bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan. Bo'lsa sizlarga bo'lsa 10 ming so'mdan kim razmeriga tutsa skidka qilib beraman. 590 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman. 590 ming so'mdan. 3.5 bo'ladi. Razmerimiz 3.5, 590 ming so'm. Kim razmeriga tushsa, olib stonovka qilib beraman. Xudo xolasa, aloqa chiqarasizlar. O'sha narigisini aytib o'tdim, polni vibraga o'tirgan, bu vibraga o'tirmagan varianti. Tushundilaringni o'ylayman. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, do'stlar, keyingisi skronniy variantda bo'lgan. Soqqali fason darvozamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Qo'l mehnat ruchniy работа darvoza. Yondorlarimiz profildan bo'lgan 1.7 stenka, to'qima purlar hammasi qalinda bo'lgan. Listlar 1.8 2 qavatli variantda bo'lgan. Darvoza polni shumka holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu joylarga o'sha nerjevenkadan jilo berilgan. Agar nerjevenka kerakmas desangiz, buni ham o'sha soqqali fason deyiladi. Buni ham har xil vibrlari bor. Telegramda aloqa qilsanglar zo'rlarni tashlab beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsa, darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi, puli. Hozir bu darvozamiz 3.5 kimga tushib qoladigan bo'lsa, shu darvozamiz 980 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz, vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatga dastavkasi kelishi asosida. Vodiy bo'ylab xudo xolasa olib borib ustanovkasini qilib beraveramiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bitta baho beraverasizlar. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shtampovka pechat darvoza. Uzoqroq kadr qiling, darvozani bitta ko'rsin. O'zi turishi nima deydi darvozaning turishi? Darvoza xudo xolasa o'ta go'zal. Xo'p, yoz stoykalarimiz 8 ga 6, 8 ga 6. 1.5 stenka. Taglarimiz shivellerda. Profil, to'qima profillarimiz 1.3 stenkada, listlar ham 1.3 stenkada bo'lgan. Kraskalarimiz shu devo kraska bo'lgan. Garantiyasi qolgan darvozalarimizni ham aytib o'tmayapman. Qo'l mehnatladiki, xudo xolasa 5 yilgacha garantiya, shtampovka pechatlarning kraskasi 3 yilgacha garantiyasi bor. Xudo xolasa undan ham ko'p xizmat qiladi. Garantiyasi bor albatta. Bu soplarga e'tibor bering. Ajoyib qilib mana nerjevenkalarni yopishtirib, cho'tki qilib qo'yganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Tepa qismlarni skivazdan qilganmiz, yopiq desangiz yopiq qilib beramiz. Xo'p, darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsa, darvozamiz 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan shu holatda kimdir razmeriga tushib qolsa, olib borib ustanovkani qilib beramiz. Darvozamiz eniga. Xo'p, 340 pamoyim, bo'yiga 330 atrofida adashmasam. Aniq esimda yo'q razmeri. Xo'p, zakazga ham o'sha 600 ming so'mdan qilib beraveramiz, zakazga ham. Kimdir razmeriga tushsa, buni ham bonus qilib beraman 10 ming nasibga 590 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Darvozani ko'ringlar. Xudo xolasa buni ham o'sha shumkali qilsa bo'ladi. Buni ham 2 qavat qilsa bo'ladi. Misol uchun aloqa chiqishlari mumkin. Darvozani baquvvatroq qilaman deydigan bo'lsalar, mana profillari bor. Profillarni 1.3 emas, 1.5 stenka qilib, yo bo'lmasam 1.7 stenka qiladigan bo'lsalar, yondorlarini shiveller qiladigan bo'lsalar, narx-navosida albatta o'zgarish bo'ladi. Nimaiki profil bilan shiveller narxida hozir razlisa bor. Shuning uchun kvadratda 50 ming, 100 ming so'm razlisa qiladi. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz, aloqa chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamizdan bir ajoyib chiqqan o'shunday robota bir ko'rishlaringiz mumkin. O'ta go'zal chiqqan deb o'ylaymiz.
Yo'qsa albatta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Xo'p, darvozamizni yondor taglari polni shivellerda bo'lgan. Bu darvozamiz отдельный kalitkali, mana kirishi отдельный kalitkali o'ngda. Xo'p, darvozamizni razmeriga kelsak 367 ga 360 darvoza. Darvoza full variantda, 2 qavatli variantda bo'lgan. Profillar hammasi qalinda bo'lgan, polni shumkali bo'lgan. Bu joylarga mana nержавейкаdan jilovni berganmiz. Rangida misol uchun rangi mokriy ekan deysalaring, rangini o'zgartirib beraveramiz. Rangini o'zgartirib boshqa rangni zakaz qiladigan bo'lsalaring, lekin buni restoratsiya qilib remont qilmaymiz. Xudo xolasa yangi darvoza hech qayerga o'rnamagan. Qizi bola xudo xolasa. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi. Xo'p, kim razmeriga tushsa shu darvoza, buni ham aksiya qilib beraman. Darvozamiz asli 1 million 200 ming so'mdan. Kim razmeriga tushadigan bo'lsa 1 milliondan beraveraman. Ana sizlarga bo'lsa. Obor ustanovka qilib beraman 1 million so'mdan. Ko'rishlaring mumkin. 367 ga 360 darvozamiz razmeri. Xo'p, keyingi darvozamiz 340 ga 3,5 darvozamiz, shtampovka, pechat bu ham xudo xolasa. Bunga ham o'sha bir xil material ishlatganmiz. Demakki, reklamaga chiqarilgan yondorlar 8 ga 6 1,5 tekka, taglarimiz shevellarda 6 ga to'rlar 1,3 tenkada, listlar ham 1,3 tenkada. Bu joylarga nержавейкаdan jilov berilgan, sariqdan foydalanganmiz. Qora desangiz qora, sariq desangiz sariq. Tilloragidan qilib beraveramiz nержавейкani. Bu zakazga qarab, просто reklamaga chiqarilgan. Kimdir razmeriga tushsa, buni ham o'sha full variantda aksiya qilib 590 ming so'mdan obor ustanovka qilib beraveraman. 590 ming so'mdan. Darvozamiz kvadrati 600 ming so'mdan. 10 ming so'mdan skidka qilib beraman. Vodiy bo'ylab ustanovkasini qilib beraman. Xudo xolasa, zamoylarni ham toza zamoylarni qo'yib beraman. Aloqa ochib ko'rasizlar. Razmeringizga tushib qolsa albatta. Hop. Darvozamiz tepa qismlari shu skvoznoy qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Yondorlarim Versace'larni qo'yganmiz. Darvozani ko'rib bitta baho beraverasizlar. Hop. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamizdan bitta yangilik, darvoza ko'rishlaring mumkin. Bu ham o'ta chiroyli chiqqan. Darvozani bitta e'tibor bersalaring, mana polni 2-2 profildan foydalanib, listlarimiz polni 2-2 ga o'tirgan. Darvozamiz taglari shevellar, yondorlari 8 ga 6. Profildan 3 ga 3,5 bo'lgan darvoza, 3 ga 3,5 bo'lgan darvoza. Bu ham aksiyaga tushgan darvozamiz. Kimdir razmeriga tushib qolsa 3 ga 3,5. Shu darvozamiz 500 ming so'mdan beraveramiz. 500 ming so'mdan obor ustanovka qilib beraveramiz do'stlar. Bizda darvozalarimizni o'sha eng full variantlari o'sha 450 ming so'mdan boshlab 450 ming so'm. Bizda hozir 450 ming so'mdan yo'q. 450 ming so'mdan boshlab ba'zi darvozalar 2 million 2,5 milliongacha vibra bor, kvadrat metri katalogimiz bor. Kimga ayat boshqa vibralar kerak bo'lsa aloqa chiqsalar 300 dan ortiq turi bor darvozalarimiz kataloglarni tashlab beramiz do'stlar. Hop, manzillarga keladigan bo'lsa, bizning manzillar Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida joylashgan. Hop, ish joyimiz shu joyda, seximiz ham mana shu o'zimiz yonimizda joylashgan. Sex shuni past tomonimiz, sex bu joyimiz reklama joy. Yo'lni bo'yidan Namangan Andijon trassani yo'lida, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Shu joyda o'ziga kelib zakaz beraman desang, lakasi tashlab beraman, kelib shu joyda o'zida ham zakaz berishlari mumkin do'stlar. Yo, bo'ldi, biz sizga ishondik. Keling, o'lchab keting deydigan bo'lsangiz, o'zlaring aloqaga chiqib, lakasi tashlab berasizlar, borib o'zimiz o'lchamlarni olamiz, borib ustanovkalargacha o'zimiz qilib beramiz. Darvozalarimiz shu shtampovka, pechat darvozalarimiz vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor albatta. Qo'l mehnat, ruchnoy работалар 12 viloyati bo'ylab dastavkasi besplatno. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Do'stlar, yoqqan bo'lsa albatta bittadan like tirs ayamaysizlar. Muntazam ish jarayonini kuzatib borishlaring uchun albatta like tugmachasini bosib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.